Deksimizni davamlaştırmayız, hürmetli vatandaşçı islaha. 2022 8. ayının 10. günü. Mavzamında Cumhuriyet Kompartiyasının Tayvan'dan atrafıda elip berip atkan harbiy manevri 25 devlet parlament azalarını gazaplandırdı. Ve ula birleşme bayanat ilan kıldı mavzulu haber. 8. ayının 9. günü Vermiyet orbitede ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Cumhuriyet Kompartiyası harbiy taraf Tayvan'dan atrafıda harbiy manevrini davamlaştırışı halkara dikkat kozgıdı. Haftanın 2. günü, yani 9. günü Cumhuriyet siyasi devlet alkıgan parlamentla ittifakı bayanat ilan kılıp, Cumhuriyet Kompartiyasının Tayvan harbiy tehdit selavatkanlığını ayıpladı. Hem de Cumhuriyet Kompartiyasının tecavüz kılış karakterli harbiy hareketlen to'xtatishga chaqiriq qildi. Cumhuriyet Şərq qism harbiy rayoni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Şərqi qism harbiy rayoni Tayvanning atrofida dengizda havoda rasmiy o'q etib manevr elib berishni davomlashtirdi. Cumhuriyet Davlat Mudofaa Ministerligi mundaq ko'rsatdi. 9. günü tushdan saat 5gacha Cumhuriyet Kompartiya aeroplanlari 45 qatim uchib keldi. Kompartiya harbiy parxodlari 10 qatim hayva qilib keldi. Tayvanning atrofida davomli faoliyat qildi. Dengiz, havo birlashma manevri o'tkazdi. Buning ichida Cumhuriyet Kompartiya harbiy aeroplanlari Tayvan bo'g'ozi o'rta liniyasidan uchib o'tdi. Umumlashtirganda 16 qatim uchib o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam palata boshlig'i Nancy Pelosi 8. ayning 2. kuni vakillar umigini boshlab Tayvanni ziyorat qilgandan keyin Jungo doirada alam va qalam bilan po'piz ishlatib, Tayvan atrofida davomli harbiy manevr elib bordi. Voqeaning taraqqiyotiga xalqaro jamiyat diqqat qilishga boshladi. 8. ayının 9. günü Cumhuriyet siyasi devlet alkıgan parlamento ittifakı bayanat ilan kılıp Cumhuriyet Kompartiyasının Tayvan'a qaratgan harbiy tehdidinin örlüşüge dikkat kılınganlığını bildirdi. Şundaqla harbiy hareketlerini derhal to'xtatish uchun chaqiriq qildi. Devlet alkıgan parlament ittifakı mundaq ko'rsatdi. Cumhuriyet Kompartiyasi harbiy tarafning hareketi bir necha yildan beriki ig'vogarchilikka to'lgan harakat bo'ldi. Buning ichida ko'p qatam harbiy aeroplan avatib, Tayvan bo'g'ozi o'rta liniyasidan o'tib, bir necha qatam raketa qo'yib berib, bu raketalar Tayvan osmonidan uchib o'tdi. Hatto ikki pay raketa Yaponiyaning iqtisodiy rayoniga kelib tushdi. Bu harakatlar mas'uliyatsiz eng xatarli harakatlar edi. Yaqinda 9. ayning 29. kuni Yaponiya Cumhuriyet diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligi hozir Yaponiya mamlakat ichida ko'tarilgan sada hargiz bu Cumhuriyet Yaponiya diplomatik munosabat o'rnatgan kunni xotirlash kerak emas. Agar Yaponiya buni xotirlaydigan, har qanday shaklda xotirlaydigan bo'lsa, Jungoga xato signal berdi. Bo'libmi? Mushu vaziyatda deydigan fikr aqimi hozir Yaponiyada avj oldi.